Ko'pchilik ichida tavakkul nima desa, Allohga tavakkal qilib kutib turish, salbiy holatga o'tish, xohlasa beradi, xohlamasa yo'q, turaveradigan bir holat deb tushunish. Misol uchun ba'zi bir odamlar bemor, joni og'rib turibdi, davolatgani bormaydi, dori ichmaydi. Ha, tavakkal qildik. Bir odamning boshiga musibat tushgan. Ana shu musibatdan chiqish uchun harakat qilish kerak, urinish kerak. U uyida burkanib yotibdi. Ha bu shunaqa ish bor ekan, bir bu yoqqa bormadingizmi, Xudodan tilab bir harakat qilmadingizmi? Yo'q, Xudoga tavakkal qilyapman. Shunga o'xshagan noto'g'ri tushuncha odamlarni ba'zilariga o'rnashib qolgan.